Opa, kecha men mazza qilib dam oldim. Sizlar ishlab charchab ketmadinglarmi? Sen kecha kelmading, aytmoqchi dam oldingmi? Battar bo'l, hamma yo'dan quruq qolding. Biz ishlab charchamadik. Biz ishlamadik kecha. Mazza qildik boru kecha boshliqlar mana katta qilib dasturxon yozib bizga mazza qilib bayram qilib berishdi. Yulduzbonda keldi. Bizni Dubai House'dan kiyim oldi. Lichna o'zim tanlab berdim ko'ylaklarni. O'zim tanladim, o'lchab, hamma yo'lni ko'rib qilib berdim, ishonasanmi? Keyin 1 soatga Ozoda Nursayidova ham keldi. Serios? Biz uchun mana tashillalar aytdi, biz yayrab mazza qildik boru. Sen qolding, quruq qolding. Biz yayradik kecha, o'lib ket. Ko'proq dam olgin. Yana bilasanmi nima? Yulduz Usmonova mana u yaqinda bo'ladigan konsertiga menga lichna bilet berdi. Birinchi qatordan. Serios? Sayrang bulbulim, sayrang, bu shoxing bargi kuysin.